Endi sizlarga qizim uchun zakaz qilgan narsalarimni ko'rsaman. Mamichkalar juda ham ko'p ekan profilimda. Ularga ham qiziq bo'lyapti. Nimalar zakaz qilganim ko'rsating deb aytishdim. Upakovkalarni qaranglar, asalligini. Hozir ochib ko'ramiz. Mana qaranglar, buni ichida zakolochkalar sizlarga ko'rsataman. Ularni qaranglar. Когда ты мама девочки deydi. Shunaqa zakolochkalar, shunaqa organizer zakaz qildim. Qizimni kiyimlarini, shunaqa zakolochkalarini, xullas nimadir solaman buni ichiga. Chiroyli idish ekan. Qaranglar, mayichka, bodicha kiyimlarning ichidan issiq turishi uchun. Shunaqa komplekt qaranglar asalligini. Shunaqa vyazenniy shapochkalarni rosa yaxshi ko'raman-da. Qaranglar. Bunaqasi ham bor. Shunaqa слюнявчиклар, такой Pinterest stilidagi. Shunaqa vyazenniy komplekt, ichida bodisi, yana shunaqa vyazenniy теплый komplekt. Mana bunaqa komplektchi. Xullas qizlar hammasini Nelly Kids'dan zakaz qildim. Menga begona emas bu magazin. O'zimizni, yaqinimizni magazinlari, ko'rib turganinglardek juda ham необычный narsalari bor. Qaysidir biridan zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, o'zlariga yozsanglar, dostavka qilib yetkazib beradilar. Men bu so'z narsalarni taxlab joyiga qo'yib qo'yaman.